Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bugungi kuningiz xayrli, barakotli bo'lsin. Bismillah deb biz ham ertalabdan uyg'onib ishlarni boshlab oldik. Suyuklarni uchirib chiqaman birinchi navbatda. Qishloqda tong juda ham chiroyli otadi. Quyosh chiqishini yaxshi ko'raman, kuzatishni. Birinchi qiladigan ishim suyuklarni o'chirishdan boshlayman. Quyosh chiqmasdan ishlarimizni qilib olishga harakat qilamiz, chunki kun isib ketsa ish qilishda qiynalamiz. Shuning uchun bomdoddan keyin uxlamasdan barcha ishlarimni bajarishga harakat qilaman. Mana olib quyosh chiqqani yo'q. Quyoshning chiqishini kuzatishni juda ham yaxshi ko'raman. Bomdoddan oldin xamirimni ham qo'rib oldim. Xudo xohlasa yetiladi. Sut bilan qo'raman xamirimni. Tandirda yopib olaman. Biz qishloqliklar har doim nonni o'zimiz yopamiz. Mana tong ham chiroyli otmoqda. Ko'chalarga suv sepib chiroyli qilib qo'ydik hamma joyni. Mana tapchalarim ham. Mahallamiz chiroyli, ertalab sahar tongdan ko'chalarga suv sepadi hamma turib sahar. Birinchi bo'lib o'zim sepdim. Xamir ham yetildi. Uni endi zuvolalarga bo'lib, o'laklarga bo'lib zuvola qilib olamiz. Ertalab tong sahardan xudo xohlasa issiq nonlarni ham pishirib olamiz. Tandirdan urilgan issiq nonning ta'mi boshqacha bo'ladi. Bolalarim uchun alohida kulcha yopib beraman. Ular juda ham yaxshi ko'radi. Bir tandir yopaman. Hozir havo issiq bo'lgani uchun ko'p nonni pishirmayman. Har doim toza bir tandir pishiraman. Sutga qo'raman xamirimni. Mana shunday bir xil qilib zuvolalarga bo'lib olaman. 3 ta bo'lamga 3 ta kulcha pishiraman. Bozorda pishirilgan nonni qaynota qo'yinlar ham yaxshi ko'rishmaydi. Xo'jayinim ham tandirda yopilgan issiq nonni yeyishni yaxshi ko'radilar. Shuning uchun doim o'zimiz uyda pishiramiz. Mana shunday zuvolalarga bo'lib olib, bo'laklarga bo'lib zuvola qilib olamiz. Nonlarimni ham zuvola qildim. 6 ta non, 3 ta kulcha bo'ldi. Endi uni yog'lab terib olaman. Bir-biriga yopishmasligi uchun yog'lab teraman. Ta'mini oldirib, ozgina tindirib, keyin tandirda tandirni qizdirib yopib olaman. Shunday yog'lab teraman, bir-biriga yopishmasligi uchun. Mana nonni yopish uchun tandirni ham yoqib oldik. Uni yaxshilab qizdiramiz. Endi issiq nonni yopishni boshlaymiz. Ularimizni tayyorlab olamiz tandirga yopish uchun. Shunday yupqa qilib
Nonlarim xudo xohlasa albatta chiroyli chiqadi. Nonlarimni yoyib tayyorlab oldim. Endi qizigan tandirimni taxlayman. Xudo xohlasa nonlarimni yopib olaman. Tandirni qizib tayyorlab oldim. Endi nonlarni yopaman. Olovni ko'maman. Non yopishdan oldin, keyin sekin asta-sekin orqasi qizargandan keyin nonimni ochaman olovni, nonimni yuzini qizartirib olaman. Tandirimni orqasi ko'p suv ko'tarmagani uchun ko'p suvlamayman. Keyin orqasini bermaydi. Shuning uchun ozgina namlab olaman. Bismillah deb yopishni boshlayman. Nonni yopib oldim. Bu tarafdan boshlayman. Bitta chap tarafdan urib nonlarimni shunday davom ettiraman yopishni. Nonlarimni ham yopib oldim. Endi ular oqarib kelgan paytiga suv sepishni boshlayman. Mana birinchi yopgan nonim oqargan. Va suv sepaman. Bu yoqqa qarayman. Ikkinchisi hali oqarmagan. Shunday qilib pishirishdan davom ettiraman. Nonlarim ham qizardi. Endi unga suv sepib uzib olaman tandirdan. Mana nonlarimiz ham pishib tayyor bo'ldi. Sizga ham yoqdi degan umiddaman. Agar nonlarim sizga yoqqan bo'lsa, kommentariyada fikrlaringizni yozib qoldirishni unutmang. Men juda xursand bo'laman. Barchangizga yoqimli ishtaha sog' omon bo'linglar.